Mana bu Johnny o'rtog'im bilan mana Ko'ksuvga keldik o'zimiz 3 kishi. Lekin men bu tog' telefon olib bera olmayapti, lekin vobshe bahaybat и chiroyli ko'rinyapti. Yurishni sekin boshlamoqchimiz. Quyosh chiqyapti. Soat 6. Toychoq. Sayohatimiz yebile. Mana bunaqa tepaliklardan boshlanyapti. Uy dalu mana nima deyapti? Buni bolalar nima deyapti? Mana yaptı. Şarçaracha. Lekin uje odam terlashni boshladi, terlashni. Mana ana o'rtog'im qo'shnim meni tabiat buzg'unchisi. Mana rasmini tutib. Sen hozir 1 soatdan beri tabiatga zarar tegayotdi. Qasos oldi sendan tabiat. Mana bunaqa o'simliklar seni sindirib qo'yatding. Ta'zirini berdi sana tabiat. Mana bunaqa bir ajoyib toshlar bor ekan. Nimadi bu? Sardor yeb ko'rasan? Ko'ksuvni bo'yi men bilmagan mevalarga boy ekan. Nima bu? Olchami bu? Bizning mahalladagi olchidan ko'ra shakli boshqacha-ku buni. Fokus. Xullas. Qaytdik nasib voy mana. Bu yo'lda o'sha changalzor beryapti-yu. Boja? Changalzor bu yo'q o'sha. Vobshe katta bir ko'prikni ustida turibsiz lekin. Mana Qurvaqani Go'dey payti. Mana bog'chasi. Mana shu yashashyapti hozir. Odam terladi. 1,5 soatcha yurdi. Menimcha greta bir 5 kilometrcha yurdi. To'rdan birini yurib qo'ydik shekilli menimcha, bilmadim. Ana shagometr programmalar bo'lsa shunaqa ustunoq turib qo'ygan yaxshi ekan. Yo'llar jinnisi. Relief jinnisi. Pochvani jinnisi. Chigirtkalarning bugundan boshlab nomi o'zgarsin fanda. Itvachchalar. Bunyodkor stadioniga mashinadan olqish kerak. Cho'tki bo'ladi. Pulim navodo achib qash ko'p bo'lib ketsa bor-ku. O'sha yerdan uyqu olaman. Haqiqatda. Yam-yashil joy ekan. Agar misol uchun uyda yig'ib qo'ygan pullarim, so'm pullarim choq etib valyutasida dollar bo'lib qolganda edi misol uchun 300 ming pulim bo'lsa uyda misol uchun gillamon tagida 300 ming dollar bo'lib qolsa edi. Yo'lda chat tarafiga qarasanglar mana bunaqa tog'li sizlarni kutib turadi. Mana Ko'ksuv. Mana bunaqa yana bir ajoyib yo'llari bor ekan. Mana suv, orqa shundoq tosh, boshli joylar. Lekin bir kunda kelib ketish ni tavsiya qilmayman, chunki hozir boramiz. 6 yo'lga chiqqan bo'lsak, deb bir 12 yilda yetib borsak ham 1,5-2 yo'lga chiqib ketishimiz kerak, chunki qaytib borgunimizda qorong'u tushib qolsa.
Masjidga palatkani qo'yib. Mamutga, mana mamutga. Qo'rani qo'yib, qo'rani. Shashliklarni qilib. Mamutga bitta kallani olib, bosh yorib olib. Fleshni jonandi bo'ylagan ma'lummi? Voy, men yoqishgan ekan. Mana senga kecha aytgan ideyam, mana. Mana ham bola. Tamam bo'ldi. Tamam bo'ldi. Do'konda o'tirib bo'ladi. Savdo qilib, soqa qilib. Oyoqlarim siqilib ketdi, krossovkada. Keyin g'ildiraklarni alishtirib oldim. Ishxonaga kelgan kartochkamni oldim. Endi yog'ida tachkada go. Bu yerlarda bir ajoyib va bir g'aroyib. Ma'namcha qo'yib turamiz. Paypoqni yechamiz. Ancha bir narsa fokus qilishyapti bo'ldi. Paypoqni yechib olaman-da. Bu yerda oyoqni qo'l qilmasdan iloji yo'q baribir. По-любому. Au. Uncha bizda emas ekan. Mana bitta baliqlar. Mapta. Manzarani. Mapta bundoq chiqdik. Paxod joylar ham bor ekan. Men qayta qolaman unda bundoq. Bu polniy ma'no hududlarim, короче. Qanaqa territoriyani belgilayman, aytaymi? Aytaymi qanaqa belgilayman? Qanaqa belgilaysan? Lekin narada 3 marta belgilab qo'y. Ani boshqacha tog' ekan-a? 5,5 soatlik azobdan so'ng nihoyat biza ko'k suv yorug'iga yetib keldik. 5,5 soat. Yo'lda bizani fitna qilib nechta odam aldadi. Mana o'sha biz 5,5 soat yurib, soat 6 dan 11:30 gacha oyoqlarni otib, portillab kelgan joyimiz. Mana. Susat qilmanimcha bu bizga kelganimizda sal kamroq. Hozir biza bitta dam olib, uxlab, obed qilib, cho'milmoqchi bo'ldik. Shiniqimizda men tushdim, oyoqlarim achishtirib yordi bu muzdek suv. O, vantda sinfonlar bor ekan, shu sinfonda mizg'ib oldik obedda. Ana endi yana bizani 5 soatlik ortga mashinagacha bo'lgan yo'l kutyapti. Hammaga rahmat ko'rganligi uchun.